学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。今天我们要学习的是第3单元的第2部分的课文与目标。Bugün öğreneceğimiz 3. kısmının 2. bölümününki teksi ve nişanı. Ha, onda olsa o'xshash avval biz mushu birinchi bölümninki öğrenip bo'lgan nishonimizni takror qilib etib, ondan bugungi yangi darsga kiraylik. Bo'lamdi? Amsa avval biz oldingi soatda mushu vaqtninki ifodalashi, shunaqa vaqtninki ifodalashini o'rgandik. Undan boshqa yana mushu vaqtni so'rashni. Nima? Hozir biz mushu vaqtni so'rashni hamda mushu o'xshamagan vaqtlarninki ifodalashini bir takror qilsak, ha? Onda olsa başladık. Ha, onda olsa birincisi 询问时间 vaqtni so'rash. 现在几点？现在几点？北京时间10点25。北京时间10点25。几点了？12点半了。几点了？12点半了。什么时候放学？下午5点半。什么时候放学？下午5点半。好，那接下来我们来看一下常用时间词。Daim işletilgan bu vaqt bilan münasebetlik sözler. 早上，早上，晚上，晚上，半夜，半夜，凌晨，凌晨，上午，上午，中午，中午，下午，下午，以前，以前，现在，现在，以后，以后。好，那同学们，这个呢是我们上一个部分，也就是第1部分所学习的一个重点内容。那么今天我们要学习第3课的第2部分，是不是？一样。Avval mushu yangi darsga kirishdan burun oldin qatdan biz o'rganib bo'lgan mushu 2. bölümninki so'zliklarini bir o'tkazib olsak, unda bo'lsa menga ergashib o'qinglar. 对，对，下，下，月，月，生日，生日，参加，参加，聚会，聚会，星期，星期，看，看，一下，一下，日历，日历，记住，记住，一定，一定，会，会，时候，时候，送，送，蛋糕，蛋糕，礼物，礼物，还，还，早，早，日，日，双，双，明天，明天，后天，后天，明年，明年，结婚，结婚，
下月生日参加聚会星期看一下日历记住一定会时候送蛋糕礼物还早日双明天后天明年结婚。好，那这个呢是我们上一节课所学的生词。那下面我们来看一下今天的课文。Әмді бүгінгі бұл текстні көріп бақайлы. оқшаш，在看课文之前呢，我们呢先看一下我们的这个模拟情景视频。Авал біз мұшы қысқыны болған мұшы дәрісіміздіңкі фильміні бір көріп әсәк. 哦，对了，下个月20号是我的生日，你来参加我的生日聚会吧。20号是星期几？是星期六吧？我看一下日历。对，是星期六。我记住了，我一定会去的。到时候我送你一个大蛋糕。谢谢。你的生日是几月几号？我也要送你礼物。我的生日还早呢，11月11号。还是双11呢？好，我也记住了。好，баян біз фильмді көріп өттік。刚才我们呢把这个情景视频已经看了一遍。那我们来看一下视频里面所呈现的都是哪些内容。好，我们来看，这是谁和谁呀？还是王丽和阿里木的对话。боянылам王丽білән алым шикісінің отырсыдекі бір диалог болды. Әмді қарап бақсақ, қандақ нәрселер дейілді, я, бұл еді. О, 对了деген бұл еді не мо? Әрас. Жаңағы әрас. Бірге қошап келген уақытымызда әрас дегенді білді. Әрас. 下个月20号是我的生日。келер айныңки 20 числа 是我的生日。меніңки туғылған күнім, яғни кімніңки? 왕리는 туғылған күні екен. 你来参加我的生日聚会吧。聚会你们的отыраш. 那生日聚会туғылған күн отыраш. 参加 қатнышыш. 那么你来меніңки мұшы туғылған күн отырышымға қатнышың. Демек 왕리 алымны туғылған күн отырышыға teklif қылды, ya. 那么阿里木сорапты, 20号是星期几? 20 числа әптігі қанша деп? 是星期六吧? 我看一下日历。对，是星期六。шәмбі меке ба деп тұрып, меке деп илік тазы жәзімләштіремі де шынағы, әндің кейініге. 我看一下日历。мән бір числаға қарап бақай. 对，是星期六。тоғыра сәмбі екен. 我记住了。алымнем депті, есімді тұтып алдым. 我一定会去的。조금 барымы. 到时候我送你一个大蛋糕。мән сізге бір чоң торт соқылымы. 从这里我们可以看出来，不也的你们的不罗阿布多，алым是一个非常热心肠的人啊。
bu olim degan bu bola nihoyatda qizg'in, do'stona bir bola ekanligini bilgili bo'ldi. Hop, andin 谢谢 rahmat. 你的生日是几月几号? Sizning tug'ilgan kuningiz qanchinchi oyning qanchisi? Qanchinchi oyning qanchisi degan nima deydigimiz? 几月几号? 几月几号? Menmu sizga sovg'a beraman. 我也要送你礼物。那么bu yerda 这个王丽和阿里木ikisi xili yaqin do'st bo'lib qolibdi. Shunaqo, garchi bu ikkisining tunishqaniga uzun bo'lmasa-mu, mushu poyezdda bir yo'l Xotandan mushu naga Urumchiga kelgacha mushu jarayonda ikkisi paranglashib, xili yaqin bo'lib qolibdi va endi olimga qarab baqsaq, u debdi, 我的生日还早呢。Mening tug'ilgan kunimga texi baldur. 11月11号 11 ayning 11 kuni. 好，unda xo'sa Wang Ling debdi, 还是双11呢。好，我也记住了。那么双11 qo'sh 11 bu 双11 degan nima desak, mushu burun burun desakmi bo'lmaydi. Mushu yaqinqi bir necha yillarda mushu 11 oyninki 11 kunni mushu bo'ytaqlar bayrami deb qo'ydi. Nimishqa desak bir bo'lgandan keyin bir mishikki yo'qchu bu yerda. Shunga buni mushu bo'ytaqlarga vakil qildi deb bo'ytaqlar bayrami deb chiqarib olgan. Endi keyin mushu Taobao deymiz-ku, mushu to'rda bir narsa setib elish deymiz. Mushlarning hammasiniki tarixiga agishib, mushu 11 oyning 11 kunida mushu to'rda narsalarningki bahosini shundaq bir yerim bahoga keltirib, tushirib satadigan mushtaq bayram o'tkazish bo'lib ketdi. Shuni bilan bara mushu bugungi kunga kelgan chaqda bu Shuangshi desalam, mushu odamlarningki kallasida qandaq bir hukm paydo bo'ldi desak, narsa kerak setib olamiz degan. Oldida mushu to'rda yerim bahatdi, hozir mushu amaliyotdimi, mushu savdo saroylardimi mushu yerim bahodan sotilgan bo'lib ketib boradi. Hamda bu o'zgarib 11 ayning 11 kuni bir Gowu Huanjie deydigan bo'lib ketdi. Ya'ni buni bir iliqi mal setib oldigan bir bayram kuni degandek. Amaliyotda bundaq bayram burundan tatib bormadi. Yo'q, bu mushu turmushimizningki taraqqiyoti deymiz yoki o'zgarishlarga agishib paydo bo'lgan. Nima Shuangshi deganimiz shu. Amaliyotda rost bundaq bayram yo'q, lekin bara paydo bo'lib qolatdi ham ko'p odamlar buni qabul qilib kelyotdi. Shuning bilan shunga bu Wang Li bu olimning tug'ilgan kunini 11 ayning 11 deganni anglablam, aya Shuangshi deb 记住了啊，hayajonlandi demdi. 然后他说好，我也记住了，meningmi esimda qoldi. 那么这是我们的这篇课文，bu bizningki mushu tekstimiz. Endi bu tekstni menga agishib bir o'qib olsanglar. 哦，对了，下个月20号是我的生日，你来参加我的生日聚会吧。20号是星期几？是星期六吧？我看一下日历。对，是星期六。我记住了，我一定会去的。到时候我送你一个大蛋糕。谢谢。你的生日是几月几号？我也要送你礼物。我的生日还早呢，11月11号，还是双11呢。好，我也记住了。那这个呢，是我们的这篇课文。Endi mushu tekstdan biz bugungi o'rganadigan nuqtamizni, ya'ni bugungi nishonimizga bir qarab baxsak, 今天我们的这个目标大本营里面，我们要学习的第一点， birinchi nuqtasi 年月日及星期的表达， ya'ni nimaga yil, oy, kun, ya'ni mushu haftaninki ifodalash usuli. 好，debdi 汉语日期的表达按照从大到小的顺序。 那就是说Hanzu tilida amaliyotda Uyg'urchada o'xshashi. Biz mushu nimani so'zlagan vaqtimizda deymiz, mushu oy kunni so'zlagan vaqtimizda buni rad tartibi odatda cho'ngdan tortib kichikka qarab mangdi va 从大到小的这么一个顺序。
那么bu deganimiz 就是 avval yil, andan keyin oy, andan keyin kun, endi hafta, shunaqo haftasi mana shu kunning ichiga kiradi. Andan tushdan burun, tushdan keyin yoki kech bir kunning ichidagi vaqtda, andan keyin soat, andan keyin minut, andan keyin sekund degandek bundaq cho'ngdan kichikcha ayirib maqamiz. Ha, masalan, bu yerda bir misol oldik. 2017-yili 7-oyning 5-i payshanba kuni tushdan burun 10dan 30 minut o'tganda degani nima debdik? 2017年7月6日星期四上午10点30分 qana 2017年 yil 7月 ay 6日 kun 星期四 hafta 上午 tushdan burun 10点 10dan 30分 30 minut 中等kichikka。好，那么我们来看一下下面12个月份 12 ay 12 ay bu 12 ay qanday qo'llabmadi? Birdan tortib 12gacha sanab, hamma sanagan sonning keyiniga yu degan xatni qo'shib olsak ham bo'ladi. Masalan, qanday kelamiz? 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。Yana bir qitim kelaylik. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。好，这是qancha 12 oyning ifodalashi. Endi kun. Ya'ni bir ayda qancha kun bor deymiz? Ya 30, ya 31, agarda ikkinchi oyga kelib qolsak, ya 28, ya 29 shunaqo. Bu kunga kelgan vaqtimizda keyniga mushu sonninki keyniga ya ri yoki bo'lmasa hao deganni ekansak bo'ladi va rini ekansakmi bo'ladi, haoni ekansakmi bo'ladi. Masalan, birinchi chislo degan bo'lsak, 1日 yoki 1号 2日 2号 3日 3号 4日 4号 5日 5号 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日. Agarda haoni ishlatgan bo'lsangiz, keyniga shu ri degan xatning o'rniga hao degan xatni ekasangiz ham bo'ladi. 好，这个呢是我们的这个 kun. Endi mushu haftaga keldik shunaqo. Bir haftada qancha kun bor? 7 kun bor. Bir haftada 7 kun bor. Bu 7 kunni qanday ifodalaymiz desak, birdan tortib 7gacha shunaqo oldiga 星期ni ekansak bo'ldi. Masalan, 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天、星期天呢 yana bir xil 星期日 desakmi bo'ladi. Na就是mushu 星期一到星期六 g'ichi 1 2 3 4 5 6 mingi burdu. Yakshanba kuniga kelgan chaqda ya 星期天 yoki bo'lmasa 星期日 har ikkalasi bo'laverdi. Bu haftaninki ifodalash usuli. Unda bo'lsa keyingi nuqta
bu yerda bir shu eskartish bor, r bilan h ikkisi ya. R bilan h har ikkilisi ma'lum bir kunni ko'rsatib berdi, lekin r degan amdi ko'pinchisi kitobiy tilida, h ko'pinchisi shu eg'iz tilida ko'proq qo'llandi. Ha, unda bo'lsa ikkinchi nuqta nima? Shun va richi qarshi tarafdan nimani so'rash? Shu chislani so'rash. Bu yerga qandaq debdiq? Shu 4 tal misol elibdiq. Biz birga qarab baqaylik. Birinchisi, haftani so'rasak, 今天星期几? 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 Nim deb javob beribdi? Bugun payshanba deb javob beribdi. 今天星期四. 今天星期四. Nima oyni chislani so'rgan chaqda qanday ekan? 今天几月几号? 今天几月几号? 今天4月10号. 4-chi ayning 10i debdi. 今天4月10号 debdi. Endi ostiga 什么时候你ishiltibdi? 什么时候deganimiz qachon bo'lib maqdigo? 你什么时候结婚? 你什么时候结婚? Siz qachon to'y qilasiz? 明年2月14号. 明年2月14号. Kelar yili 2 ayning 14i. Ha, eng oxirida qaysi yili deb so'rabdi. Qaysi yilini so'rgan chaqda 哪一年 deb so'rasak bo'ladi. 你是哪一年来北京的? 你是哪一年来北京的? 2008年来的. 2008-yili keldim debdi. 2008年来的. 好. Nima? Mushu qanchinchi ayning qanchinchi kuni degan vaqtimizda ma'nosidagi, mushu bo'libmi qanchinchi yiliga kelgan vaqtimizda ba'zan chaqda eg'iz tilida yana 几几年几月几日 几年desek bo'lmaydi, cho'qim 2 bo'lish kerak. 几几年几月几日 desek bo'ladi. Yana bir qatam 几几年几月几日 desek bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mushu kitobdagiga o'xshash 哪一年几月几日 desekmi bo'ladi. Unda bo'lsa, yana bir qatam kelsak, 今天星期几? 今天星期四. 今天星期几? 今天星期四. 今天几月几号? 今天4月10号. 今天几月几号? 今天4月10号. 你什么时候结婚? 明年2月14号. 你什么时候结婚? 明年2月14号. 你是哪一年来北京的? 2008年来的. 你是哪一年来北京的? 2008年来的. Yana bir qatam kelsak. 今天星期几? 今天星期四. 今天星期几? 今天星期四. 今天几月几号? 今天4月10号. 今天几月几号? 今天4月10号. 你什么时候结婚? 明年2月14号. 你什么时候结婚? 明年2月14号. 你是哪一年来北京的? 2008年来的. 你是哪一年来北京的? 2008年来的. 好，那么这个呢是我们今天所要学习的内容. Ha, unda xo'si bularning hammasi shu bugun bizningki o'rgangan mazmunlarimiz. Nimani o'rgandik? Shu vaqtning ifodalashi, chislaning ifodalashi, ya'ni qarshi tarafdan chislani qandoq so'rash. Shunaqa. Masalan, tug'ilgan kuningiz qachon desak, 你的生日是几月几号? yoki bo'lmasa 你的生日是几几年几月几号 yoki bo'lmasa 你是哪一年出生的 deb so'rasak bo'laveradi. 这是shu vaqtningki vaqtni qanday so'raymiz. Unda bo'lsa bugungi mazmunlarni tushundinglarmi saboqdoshlar? O'xshashcha qaytib berib, qayta takror qilishni unutmanglar. Amsa bugungi darsimiz mishagichi bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.